televizorlarda doktorlarning odam a'zolari haqida so'zlayotganligini ko'rib qolamiz. Aslida ularning butun so'zlaganlari Allohning hikmat bilan ish qiluvchi sifatining tajallisidir. Masalan, ular odam yuragining kunda taxminan 100 ming qitim, yilda 40 million qitim, odamning taxminiy hayoti bo'yicha 2 milliard 500 million qitim to'xtamay so'qidi va taxminan 8 tonna qonni odam badaniga aylantiradi. Jigar shakarni zapaslab, qondagi shakar miqdorini tangshaydi. O'pka havodagi oksigenni sumirib, qon tomiriga yetkazadi va qon tomirdagi karbon 4 oksidni sirtqa chiqaradi. Börak hujayralarning parchalanishidan hosil bo'lgan o'lik zaharlik moddalarni badan sirtiga chiqarib, odam badanidagi namlik, kislota, ishqor qatorliqlarni tangshaydi. Boshqa nurg'un a'zolar va ularning son-sanoqsiz manfaatlari. Mana bu foyda manfaatlarning hammasi hikmat bilan ish qiluvchi sifatining bir tajallisidir. Shunglashqa doktorlar qaysi a'zo va u a'zoning qaysi xususiyatlari haqida so'zlashidan qat'iy nazar ular Allohni anglatgan bo'ladi. Boshqa har sohadagi butun mutaxassislarni tibobat doktorlariga yoki sog'lomlik mutaxassislariga qiyoslab boqsangiz, aslida kim nimadan va nimaning foyda manfaatini anglatayotgan bo'lishidan qat'iy nazar u faqat va faqat hikmat bilan ish qiluvchi sifatining kichik bir tajallisini anglatayotgan bo'ladi. Mayli u mutaxassis bilib anglasin yoki bilmay anglasin.